Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, bizni uzoq yaqindan kuzatayotgan qadrli obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Mana bugun Xudo xolisa Andijon mashina bozorida turibmiz. Juma 2026-yil yanvar oyi oxirlab qolgan payt. Mana ko'rib turganingizdek, bir necha kunlardan keyin fevral oyiga o'tamiz. Aka-ukalar, Xudo xolasa videoni boshidan bitadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Biz Damazlarni obzorini boshlaymiz Xudo xolasa. Xo'p, aka-ukalar, 2011-yil oppoq Sovetda 329 ming yurgan Damaz avtomashinasi. Damaz van ekan-a? Damaz van akalar, mana orqalari motor, hadovoy, mostlari вообще zo'ra, ishi yo'q umuman deyapti. Hop, Lux ekan. Kraskasi qayerlarida aka? Bu van yo'llar shilinadi. Aha. Suyagi butun. Joylari bor, bor joylari bor. Bunday qarasangiz, mana qiyinlar shilinib netadi. Shilinib netilinadi. Hop, mana ichki ko'rinishlari. Kraskasi necha foiz desa bo'ladi, masalan, taxminan? Chiqarmi 20%? 20%, 30%, ya'ni ustalarni olib kelib, bemalol tekshirtirib olsa bo'lar ekanda. Hop, balonlar akalar mana archa holatda, o'ta go'zal holatda turibdi. Xudo xolasa. Gaz, benzin a? Gaz, benzinda yuradi. Mana ko'rib turganingizdek, motor, hadovoy, mostlarda umuman ishi yo'q. 329 ming yurgan. Mana sidinalari chexol polik bor ekan. Hop, demak 2011-yil 329 ming yurgan. 25% atrofida kraskasi bor. Ya'ni ustalarni olib kelib tekshirtirib oladi deyapti. Most, hadovoy, motorlari Xudo xolasa zo'r deyapti. Nech pul endi bu? 3700 $3700 o'tib beramiz deyapti. Variantga chiqadimi, chiqmaydimi? Chiqadi. Variantlar bor. 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi, 50% pulni qolgan chiqaradi. 3 oygacha, 3 oygacha 3700 kami bor, 50% pulini bersanglar, 3 oygacha variant chiqarar ekan. Pulga pul qo'shilmaydi. Aha. Demak, bank aralashmaydigan halol nasiya savdo ekan. Xudo xolasa bosib o'radigan joyi. Hop, telefon nomer 91lik 481 54 94 ekan. Hop, bu Damaz van bo'ldi. Endi Damazning o'zi ekan mana. Damaz 2018-yil Xudo xolasa 287 ming yurgan probega mana. Va kraskalari qayerlarda bor? Kraskasi demak 50-60%. Suyagi butunmi? Suyaklari butun deyapti. Motor, hadovoy, most, korobka Xudo xolasa zo'r deyapti akamiz. Balonlari mana Xudo xolasa zimniy holatda, go'zal holatda turibdi. Green Max degan balonlar taqib qo'ygan ekan. Mana ichki salonlarni ko'rsatadigan bo'lsak, chexollari bor, poligi ham bor. Poligi bor, mana chexollari go'zal holatda turibdi. Patologlargacha qilib qo'yishgan ekan mana akalar. Xudo xolasa 287840 probega yurgan. Mana orqa holatlari ham go'zal holatda turibdi Xudo xolasa. 2018-yil 287 ming atrofida yurgan. Motor, hadovoy, most, korobkalari juda zo'r holatda deyapti. Kraskalari 50-60% atrofida, lekin suyagi butun deyapti Xudo xolasa. Hop. Xudo xolasa akalar, mana 2018-yilda qiziqqanlar akamizga telefon qilsanglar bo'laveradi. Telefon nomerini ham qoldirib qo'yamiz. Telefon nomeri 90lik ekan. 269 01 09 ekan. Xudo xolasa nech pul deyapti aka bu? Buni $4100 $4100 kami bor. Variant chiqadimi bu ham? Variant chiqadi. 50% beriladi. 50% beriladi, $4100 dan o'tib beriladi. Dokument tomonidan hamma yo'q chiqadi. Davennas, generalniy hamma yo'q chiqarar ekan. Andijonda turibdi, qiziqqanlar akalar, mana Xudo xolasa. Nomer, ash nomer qoldirib qo'ydim. Akalar, mana qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Damaz avtomashinasi 2018. Hop, 2019-yil yana bitta oppoq Sovetda Damaz avtomashinasi akalar. Xudo xolasa, probega qancha buni? 19. Probega? Probega 208 ming dediki. 208.138 yurgan ekan. Kraskasi aka? Kraskasi. Xo'p, balonlari mana yangi holatda, zimniy holatda turibdi.
Kraskasi aka necha foiz? Kraskasi bir 15-20%. 15-20%. Oz ekanda bu, ha? Petno bor, xolos deyapti. Kraskasi tozaroq, yangiroq ekan. Hop, pozitsiyasi 3-pozitsiya ekan. Motor hadovoy, most. Motor hadovoy, most zo'r deyapti mana. Ko'rib turganingizdek, salonlari, chexollari go'zal holatda turibdi mana. Hop, mana akalar salonlari. $208,138 yurgan Probek. 2019-yil 6 yil 7 yilga Matiz Damas avtomashinasi. Uzr, endi ko'p video olganimizda Matiz Damas deb turib adashtirib olamiz kommentariyalarda. O'zingizlar chiroyli fikringizni qoldirib qo'ysanglar, madaniyatingizni bilib olamiz. Xo'p, demak, Damas 2019-yil 200 mingdan oshiqroq yurgan. 15-20% atrofida kraskasi bor. Motor hadovoy most korobkalari zo'r. Nech pul deyilyapti endi aka bu? 5000 deyapmiz. $5000 tushib beramiz deyapti. Gen davenimiz chiqarar ekan, xudo xolasa. 10%ligi petnos bor. 3 ta yerda petnos bor xolos. 10% atrofida ekan, 3 ta joyda petnosi bor xolos deyapti. Ya'ni ustalarni olib kelib tekshirtirib olasizlar bemalol. Hop, variant hech ham chiqmaydimi? Variant ajdanalar bor. Variant 1 oy, 2 oy, 3 oygacha variantlari chiqarar ekan. Bankka aralashmasdan halol nasiya savdoda sotar ekan akamiz, xudo xolasa. Ha? Aha, bo'ldi. Demak, $5000 kami bor. Variantga ham chiqaradi 3 oygacha. Gen davenimiz chiqaradi. Telefon nomeringiz? 91lik 481 54 94. Akalar, endi 2020-yil oppoq suvetda yana bitta Damas avtomashinasi, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek. Aha, kraskalari? 2 tamiga petnos. Kraskalari 2 dona petnosi bor deyapti. Qayerlarda bor? Buni ma'dani lekin adashmasam mana yerda bor. Aha, mayerda ham bor shekilli, anaqada. Anaqa tekizib qo'ydim. Ha, ozgina tekizib qo'yilgan ekan. Xo'p. Bu 15% ekanda, ha? Yo'q, 10%. 10% atrofida kraskasi bor ekan mana. Balonlar zimniy holatda, go'zal holatda, archa holatda yangi balonlar turibdi. Navolotlar qilib qo'yishgan ekan mana akalar. Demak, chexollari, go'zal chexollar turibdi. Polilari ham hozir olib qo'yishgan ekan. Polilarni ham qo'shib berishsa kerak, xudo xolasa mana. Ko'rib turganingizdek juda go'zal holatda turibdi. Hop. 10% atrofida kraskasi bor, 2020-yil. 113604 atrofida yurgan ekan. Probegi shunaqa ekan, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek oppoq suvetda 10% atrofida kraskasi bor. 2020-yil. Demak, narxini aytamiz. Bu narx qancha aka? 5300 dan tushib beramiz. $5300 necha tushib berilar ekan, kami bor ekan. Variantga chiqadi bu ham 3 oygacha. 3 oygacha variant. 22,5 puli borga variantga chiqarar ekan akalar. Xudo xolasa. Andijonda turibdi, Andijonda mashinasi. Anaqa nomerga e'tibor bermaysizlar. Andijon mashina bozorida turibdi, xudo xolasa. Gen davennis Liboy dokument chiqaradi deyapti. Telefon nomer 91lik 481 54 94. Aka, bozoringiz bersin. Hop. Hop, oppoq suvetda Damas avtomashinasi. Nechanchi yil bu aka? 2020. 2020-yil. Kraskasi? Kraskasi orqa kapotda pasida bor, nomer. Kraskasi orqa kapot nomerni pasida bor deyapti. Xudo xolasa. Mana akalar. Probegi qancha buni? 225 ming. 225,502 yurgan ekan. Hop, mana ichki salonlari. Polilari bormi buni? Polilari bormi? Polilari. Qaysi poli? Mana polilar. Mana? Yo'q, rezinkasi yo'q, yo'q. Rezinkasi yo'q ekan. Chexollari bor ekan mana, xudo xolasa. 2000 nechinchi yildasiz? 2020. 2020-yil 225,508 yurgan kraskalar, ash orqa kapotda o'zida bor. Qolgan joylari toza. Toza. Motor, korobka, Ular zo'r, mostdan ovoz yo'q. mostda umuman ovoz yo'q-a? Yo'q. Most, xudo xolasa, hadovoylari-chi? Hadovolar hamma yo'q. Hadovoylari ham hamma yo'g'i yaxshi deyapti mana akalar. Hop, bu dehqonning mashinasimi yo'q? Ha, dehqon mashinasi. Dehqonning mashinasi, xudo xolasa. Kim aka O'zidan- tog'amiz minganmi? Dehqonni o'zidan Ha. davens bo'lib yuboradi 1 yilga. Ha, dehqonni o'zidan davennis bo'lib, akalarimiz ham ozgina foydalanib tirikchilik qilishar ekan. Ya, Hop. tog'am mashinasi. Tog'ani mashinasimi? O'zimni tog'am ekan. Ha, o'zining tog'asining mashinasi ekan mana akalar. Xudo xolasa. Andijon qayerda mashinasi bu? Ha, bu Botaqarani mashinasi. Bo'taqarani mashinasi ekan.
Necha pul deyilyapti endi aka bu? Bu 7,5 ming kami bor 1 yilga. $7500 bir yilga. 1,5 ming puli bo'lsa bera Ha, olamiz. 1,5 ming puli borga $7500 kelishiladi. Tog'am Ha. bo'lib 6 mingini bir yilga bo'lib beradi. 1 yilga san bo'ladi. Demak, 6 mingni bo'lib berilar ekan. 7 mingga to'g'ri keladimi? Kelishamiz. Ha, kelishamiz deyapti. Akamiz nomerini qoldiramiz. Telefon qila olasizlar. Telefon nomeringiz 93lik 93lik 210 210 61 61 05. 05. Demak, akalar 1,5 ming pulinglar bo'lsa, akamiz keyin davennisga berar ekan. Keyin $6000 qolganini, ya'ni kelishtirib berar ekan. Qolganini 12 oy mobaynida to'lab uzib olsanglar bo'lar ekan. Andijon viloyatiga beriladi. Andijon viloyatiga berar ekan akamiz. O'zi Butaqaranning Damas xudo xolasa. Aka bozoringizni bersin. Ha. Sizlarga 14 kunlik safar, ya'ni Makka Madina safarini taklif qilamiz. Bu safar mobaynida siz Saudiyaning rasmiy vizasi, 50 boshini xizmatlari, mehmonxonalar, 3 mahal Makkada, 2 mahal Madinada o'zbek milliy taomlanishlari, transport xizmatlari, bordi, keldi, biletlari va qaytayotganda esa 5 litrlikda muqaddas Zamzam suvi beriladi. Paketimiz juda ham standart paket bo'lib, boyga ham, kambag'alga ham, o'rtaholga ham albatta juda mos tushadi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib bog'lanishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, akalar, oppoq suvetda Abzorchi Salmon aka. Oppoq suvetda Damas avtomashinasi 2025-yil, xudo xolasa. 2000 yurgan dedingizmi aka? 2000 yurgan. 2000 yurgan, xudo xolasa mana akalar. 2833 ekan-a? Salkam 3000 yurgan ekan, xudo xolasa. Malibu bar, K5 Gold, Malibu barlari bor ekan. Kupe kalonkalari bor. O, mana navolot zo'r bo'lgan ekan. Monitorlarigacha bor ekan akalar. Mana tepalarida chexollarigacha bor ekan. Xo'p, Malibu barlar qo'yilgan. Chexollarni ham eng zo'ridan qo'yilgan ekan, xudo xolasa. Xo'p, rezinkalari bor-a, poli? Ha, bor. Polilari bor, xudo xolasa. Eshiklari shumka ekan-a? Ham. Shumka, ligirovka bo'lgan. O, mashalloh. Hammaga nasib qilsin mana akalar. Yangiroq Damas qo'yin deganlar uchun mana qalpalari ko'rib turganingizdek go'zal qalpalar akalar. Yumshoq balonlar taqilgan, yangi. Mana maylarni ham, abrisopkalarni ham qo'yilgan ekan. Ko'rib turganingizdek. Xo'p. Andijon mashina bozorida turibdi. 40 partiya ekan lekin. Farg'onaning mashinasi ekan. 40 partiya ekan. Xo'p, nech pul deyapti aka bu? 9000 so'rayapmiz. $9000. $9000 dan kelishtirib beramiz deyapti. 5000-6000 puli boriga 6 oygacha nasiyaga ham bera olamiz. Nima 5000-6000 puli borga 6 oygacha nasiyaga ham berila oladigan Damas avtomashinasi. O'ta go'zal holatda turibdi akalar, xudo xolasa. Xo'p. Variantga chiqadi 5000-6000 puli borga xolasa, keyin davennislar berila oladi. Keyin davennislar berila oladi. Telefon nomeri aka? 93lik 250 74 12. Bu ham sizdan aka? Akalar yana bitta mana oppoq suvetda Damas avtomashinasi. Nechinchi yil endi aka bu? 2023. 2 yil, 3 yilga mashinasi. 24. Ha, demak 23 ga 24 ekan. 2 yilga mashina ekan. 29630. Salkam 30 mingga yaqinlashib qolgan Damas avtomashinasi mana. Eshiklari ham go'zal holatda plotni yopilyapti, xudo xolasa akalar. Xo'p, yumshoq balonlari bor mana akalar. Ko'rib turganingizdek, tepadagi patologlarda ham chexollari bor ekan mana. Polilari. Xo'p. Ideal holatda xudo xolasa. Mana eshiklari. Xo'p. Kraskasi yo'q-a buni? Kraskasi yo'q, generalni ham bo'laveradi. Kraskasi yo'q, generalni ham bo'laverar ekan, xudo xolasa. Davennischi. Davennis ham bo'laveradi. Yana ham berilar ekan, davennis ham berilar ekan, xudo xolasa. Xohlasanglar, afamleni qilib olsanglar, o'zingizlarga hisoblanib qoladi. Demak aka, bu nech pul deyapti endi? Moz korobkalari zo'r bo'lsa kerak. Hada bo'lmashi bo'lsa kerak. Xudo xolasa, yangi 30 ming yurgan mashina. Xo'p, $6800 dan o't beramiz deyapti. Variant chiqadimi, chiqmaydimi? Chiqaradi. Nech pul borga? 4000, 5000 puli bo'lsa. 4000, 5000, 3000 gacha. 3000 ga ham. $3000 puli borga ham 6 oygacha Anjaga beramiz faqat. halol nasiya savdoga berilar ekan, xudo xolasa. Xo'p, demak akalar, $6800 kami bor naqqa, keyin davenni chiqaradi. $3000 pulingiz bo'lsa, Andijon viloyatiga variantga ham berar ekan, xudo xolasa. Telefon nomeringiz aka? 93lik 250 74 12. Akalar mana
Bu aka bu nechinchi yil? 24. 2024-yil mana xudo xolasa akalar. Oppoq svetda Damas avtomashinasi. Buni probegi qancha? 17 ming yurgan ekan akalar mana. Ko'rib turganingizdek. 2024-yil yili yangiroq so'raganlarga videoda boshida yili eskiroq, keyin yili yangiroqlarni qo'yapmiz mana. 179 ming 17973. Salkam 18 ming yurgan mana. Polilari bor, chixollari bor, go'zal holatda. Bari yo'q ekan. Chixol, polilari bor, xudo xolasa. Shumka qilingan ekan eshiklari mana, xudo xolasa. Hop, balonlari yumshoq balonlar mana. Ko'rib turganingizdek. 1 yilga, 1,5 yilga atrofida mashina, xudo xolasa. 2024-yil. Moz, korobka, hadavoy, xudo xolasa akalar mana bularni ko'rib turganingizdek qo'yib beradi. Qalpalarini olib kelib, chiroyli qilib tayyorlab qo'ygan mana. Shumkalar qilingan, eshiklari mana yumshoqqina yopiladi. Ko'rib turganingizdek. Nech pul deyapti aka bu? 7600 dollar kami bor. Varianti ham chiqmaydimi? Yo'q, Bu chiqmaydi, ha? Bu faqat naqd sotish kerak, afamleni qilib olish kerak, afamleni qilib olish kerak ekan. 7600 dollar kami bor. Telefon nomeringiz? 93lik 250 74 12. Aka bozoringlarni bersa. Akalar mana xudo xolasa Damas avtomashinalarini qo'ldan kelgancha obzor qildik. Videoga bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Keyingi mashinalar qanaqa mashina bo'lishligi haqida o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Hammaga rahmat.